10 kun ichida ingliz tilida gapirishni o'rganish deb nomlangan video darslar seriyasining 3-qismida avvalgi darsimizda o'rgangan bilimlaringizni mustahkamlaymiz va gap tuzish uchun o'tgan darsimizda foydalanilgan jadvalga qo'shimcha tushunchalar kiritamiz. Ushbu dars orqali ingliz tilidagi noto'g'ri fe'llar haqida tushunchaga ega bo'lishingiz mumkin. Ingliz tilida to'g'ri fe'llar bilan bir qatorda noto'g'ri fe'llar ham ishlatiladi. Shu vaqtgacha video darslarimiz orqali yodlayotgan fe'llaringiz ichida noto'g'ri fe'llar ham bor. Bular speak gapirmoq, see ko'rmoq, know bilmoq, take olmoq kabi fe'llar. Shu o'rinda to'g'ri fe'llarning noto'g'ri fe'llardan qanday farqi bor degan savol tug'ilishi mumkin. To'g'ri va noto'g'ri fe'llarning asosiy farqi ularning o'tgan zamon shakllarining yasalishida ko'rinadi. To'g'ri fe'llarning o'tgan zamon shaklini yasash uchun fe'lga d qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, open ochmoq, opened ochgan edi. Love sevmoq, loved sevgan edi. Live yashamoq, lived yashagan edi. Start boshlamoq, started boshlagan edi. Noto'g'ri fe'llarning o'tgan zamon shakli esa fe'lga d qo'shimchasini qo'shish orqali yasalmaydi. Noto'g'ri fe'llarning o'tgan zamon shaklida fe'l o'zagi to'liq o'zgaradi. Masalan, speak fe'lining o'tgan zamon shakli spoke ko'rinishida yoziladi. Speak gapirmoq, spoke gapirgan edi. See ko'rmoq, saw ko'rgan edi. Know bilmoq, knew bilgan edi. Take olmoq, took olgan edi. Noto'g'ri fe'llarning o'tgan zamon shaklini to'g'ri ishlatishni o'rganish uchun ularning o'tgan zamon shakllarini yodlab olish kerak. Noto'g'ri fe'llarning maxsus jadvali mavjud. Bu jadvalni har qanday ingliz tili darsligi yoki qo'llanmasida topishingiz mumkin. Noto'g'ri fe'llar jadvalida barcha noto'g'ri fe'llarning o'tgan zamon shakllari keltirilgan. Endi noto'g'ri fe'llarning gaplar tuzilishida ishlatilishini ko'rib o'tamiz. Avvalgi darsimizda sodda gaplar tuzish uchun mana bu ko'rinishdagi jadvaldan foydalangan edik. Gaplarning zamon va shakliga ko'ra jadval qismlarida qanday o'zgarishini o'tgan darsda o'rgangansiz. Hozir ushbu jadvalning pastki o'rta qismiga, ya'ni o'tgan zamon darak shakli qismiga e'tibor qaratamiz. Chunki jadvalning mana shu qismida ingliz tilidagi to'g'ri va noto'g'ri fe'llarning gaplarda ishlatilishi shakl jihatidan farqlanadi. Avvalgi darsimizda ushbu jadvalning o'tgan zamon darak shakli qismida fe'lning o'tgan zamon shaklini yasash uchun fe'lga d qo'shimchasi qo'shiladi deb o'rgangan edik. Ammo endi bu qoida ingliz tilidagi noto'g'ri fe'llarga taalluqli emasligini bilib oldingiz. Hozir jadvalda love fe'lidan foydalanilgan holda gaplar tuzilishi ko'rsatilgan. Love fe'li to'g'ri fe'l bo'lganligi sababli fe'lning o'tgan zamon darak shaklida fe'lga d qo'shimchasi qo'shilgan. Work fe'lida ham shu holatni ko'rishimiz mumkin. Bunda ham work fe'lining o'tgan zamon shaklini yasash uchun fe'lga d qo'shimchasi qo'shilgan. Noto'g'ri fe'llarda esa bunday holat bo'lmaydi. Masalan, speak gapirmoq fe'li yordamida gaplarning tuzilishiga e'tibor bersak, fe'lning o'tgan zamon darak shakli spoke bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni I spoke men gapirgan edim, we spoke biz gapirgan edik, you spoke siz gapirgan edingiz, they spoke ular gapirgan edi, he spoke u gapirgan edi, she spoke u gapirgan edi. Bu o'rinda jadvalning boshqa qismlarida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Eslab qoling, noto'g'ri fe'llarning ushbu jadvalda tuslanishida faqatgina jadvalning o'tgan zamon darak shakligina o'zgaradi. Boshqa qismlarda esa to'g'ri fe'llarda qanday ishlatilgan bo'lsa, shu holda o'zgarishsiz qoladi. Yana boshqa bitta noto'g'ri fe'l sifatida take fe'lining jadvalga ko'ra ishlatilishini ko'rishimiz mumkin. Bu fe'lning tuslanishida ham jadvalning o'tgan zamon darak shaklida fe'l o'zagi to'liq o'zgarishi orqali fe'lning o'tgan zamon shakli yasaladi.
take fe'lining o'tgan zamon shakli took. O'tgan zamondagi gaplar esa quyidagicha shaklda bo'ladi. I took, men olgan edim. We took, biz olgan edik. You took, siz olgan edingiz. They took, ular olgan edi. He took, u olgan edi. She took, u olgan edi. Ushbu darsimiz nihoyasiga yetdi. Jadval asosida gaplar tuzishni mashq qilishda davom eting. Keyingi darslarimizgacha noto'g'ri fe'llar ishtirokidagi gaplarni bu jadvalda ko'proq mashq qilishga harakat qiling. Uyga vazifa sifatida yana eng ko'p ishlatiladigan fe'llarning ba'zilarini yodlaymiz. Navbatdagi topshiriqda yodlashingiz kerak bo'lgan fe'llarning hammasi noto'g'ri fe'llar hisoblanadi. Shuning uchun bu fe'llarning o'tgan zamon shakllarini ham alohida yodlaymiz. Fe'llarning o'tgan zamon shakllari qavs ichida keltirilgan. Keyingi darsimizgacha yodlashingiz tavsiya etilgan fe'llar quyidagilar. Bring, olib kelmoq. Bu fe'lning o'tgan zamon shakli brought. Lose, yo'qotmoq. O'tgan zamon shakli lost. Meet, uchratmoq. Fe'lning o'tgan zamon shakli met. Forget, unutmoq. Bu fe'lning o'tgan zamon shakli forgot. Understand, tushunmoq. Fe'lning o'tgan zamon shakli understood. Give, bermoq. Bu fe'lning o'tgan zamon shakli gave. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun bond.uz saytiga tashrif buyuring.